Mana petlar salga sinib ketyapti. Mo'rtlashib ketgan. Vaqt o'tib mana shunaqa sinib ketadi. Bu rom xuddi yopib turgandek tuyuladi, lekin tortsa ochilib ketadi. Sababi mana osilib qolgan. Zaseplarni umuman ilmayapti. Ham rezinkasi ham yomon bo'lib ketgan. Kalta bo'lib hamma joyidan ham bitdi mana. Petlalari dars ketishni boshlagan. Osilib keyinchalik sinib ketishi mumkin. Shuni oldini olish uchun petlarni aralashtiramiz. Ham bitta rezinkalarni alishtiramiz. Bitgandan keyin natijasini qo'yamiz. Mana romimiz bitdi. Buni rezinkalarni alishtirib berdik. Ham bitta zaseplari ham almashdi. Maskitni setkani, polni setkalarini alishtirib, aksesuarlarini, burchaklarini alishtirib berdik. Ham bu yoqda mana petlari ham almashdi. 3 ta petlasi almashdi. Yopilib ochilishlari regulovka bo'ldi. Yumshoq yopilib ochilyapti. Voy tegib yotuvdi hamma yoqlari. Mana ko'chada shovqin yopgandan keyin qanchadir miqdorda jim bo'lib qolyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib beramiz.